Kecha so'yilgan qizil Ferrari bu Hamzani go'shtlarini ham olib chiqdi u. Men bo'yinlarini qaraylar chiqqanini. Hozir buni sizlar bilan bitta bizib ko'ramiz. Videoni oxirigacha tomosha qilib turinglar. Bizib chiroyli qilib shoxlab beraman bu. Mana shapog'igacha go'shtga qaraylar mana buni. Shapog'igacha go'sht bo'lib ketgan jonivar. Mol go'shtini bo'yin qismi bo'ladi. Sarpanja ham deyiladi, mol go'shtini bo'yni. Chiqishini qaraydi. Mana go'sht bitta to'nkadagi bor. Mana mol go'shtini bo'yni. Mana chiqqan. Mana sarpanja. Go'sht oldigini qaraydi buni. Qo'limni to'ngayapti. Shundan nomda arxiv chiqmasa ham uyat. Go'shtlarni biz deb shoxlab chiroyli qilib qo'ydik. Ko'rsanglar bo'ladi mol go'sht kareykasi. Sifatini ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yoqdan bo'yinlari mana sarpanjasi. Go'sht sifati yoqqan bo'lsa kamaytirib fikrlarni kutib qolamiz. Bu yoqda qo'li tegi sarpanjasi, bu yoqda mana to'liq qo'liga bitta falshivisi. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 145 mingdan do'konimizda shunaqa sifatli go'shtli xudo xolasi bo'ladi. Kelsanglar chiroyli qilib beramiz. Dastlabki xizmati ham bor.